Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 2026-yil 7-mart, haftaning yakshanba kuni. Bugunga kelib gullarimizni, mana bunday gullarimiz olib kelib sotyapmiz, tuvak gullar. Yer gullarimiz endi yaqinda chiqib qoladi. Ularni ham ochilgan paytini syomka qilishga harakat qilaman. Hozir mana shu gullarni bir ko'ringlar. Bizda mana bunday Centenaria guli bor. 15 mingdan sotilyapti. Ko'p olinsa ikkita 15 ming, ikkita 25 ming beryapti, 12,5 ming so'm. Bir dona olganga 15 ming so'mdan. Mana bunday bor, kattarog'i. Bular 25 mingdan. Katta tuvakda. Guli ham ko'p, yangi gul. Hop, siklamenlar 25 mingdan beryapti. Kim zakaz qilsa nomerimni yozib qo'yaman, pochta orqali, BTS pochta orqali jo'natib yuboraman. Juda chiroyli bo'lib boradi, akkuratli bo'lib. Ko'p olinsa foydalanishga ham beraveramiz, kelishtirib beraman. Xo'p, bu yerlarda ham bor. Keyin bodring ko'chatlarimiz bor, ehtiyot. Teplitsaga ekadiganlarga katta. Mana bunday navidan ham, gulidan ham bor. Mana bunday rangidan ham bor. Xo'p, bodring ko'chat, katta bodring. Mana bu Fantino. Kimga kerak bo'lsa, buni ham pochta orqali, BTS pochta orqali jo'natib yuboraman. Pulini o'zlaring to'lov qilib olib olasizlar. Keyin yana bitta. Mana bunday atirgullarimiz bor. Atirgullarimiz juda ko'p, cheklanmagan miqdorda bor. O'zimiz dehqonchilik teplitsaga tayyorlab qo'yganman. Xo'p, buni narxi ko'p olinsa 6 ming so'mdan qilib beraman. Ko'p oladiganlarga. Agar donalab oladiganlarga ikkita 15 ming, 7,5 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. 8 mingdan atirgul oya. Oling, zo'r ochiladi. 4 xil rang bor. Shunaqa do'stlar. Siklamenda 1, 2, 3 4 xil rang bor. 4 xil, 5 xil rangi bor. Mana shuni jo'natamiz pochta orqali do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.